have to and mustni advanced holatini o'tib beramiz. Birinchi holati nimaga ishlatiladi? Biz bilamizki, have to bilan must kerak degan ma'no bildiradi. Farqi nimada? Farqi nimada? Ikkalasi ham kerak degani. Have to endi birinchi have to haqida gaplashamiz. Have to bu nimadir qilish zarur sizga. Necessary holatda ishlatiladi. Ya'ni siz nimadir qilishga zarur, obliged to do it. Nimadir qilishga majbursiz. Necessary holatda ishlatiladi. Masalan, mana bu yerga ko'rishingiz mumkin. You can't turn the right here. Sen unga burila olmaysan. Mashina ketyapti, burila olmayapti unga. Mashina ko'pdir, balki burila olmaydi. To'xta deyapti. Sen chapga birinchi burila olishing kerak deyapti. Tushunali, majbur shunga. Ya'ni majburiyat holatda gapirilyapti. Zarur, kerak deb tarjima qilinadi. Zarur. Robert bu kechda biz bilan kelolmaydi. U kechgacha ishlashi kerak. Shart. Sababi zarur. Kechgacha ishlash zarur. Hujjatlarini tahlab ketishi yoki ertangi ishni ertaga kelgangacha ishlar tayyor bo'lib turishi kerak. Shunga zarur. Shuning uchun has to work late deb aytyapti. Va ko'ramizki, buni tushunlanishi qanaqa bo'ladi? Have to ni tushunlanishi birinchi navbatda do, does yotadi uni ostida. Do, does yotadi va uchinchi shaxsga he, she, itga has to bo'lib tushunlanadi. Has to bo'lib tushunlanadi. I, we, they, you ga esa nima bo'ladi? Have to bo'lib keladi va verb bilan ishlatiladi. Agar uni inkor shaklini yasamoqchi bo'lsangiz, siz nima deysiz? They deysiz. Don't have to deysiz. Have to go. Borishi shart emas bo'lib qoldi. Tushunarli? Va uning so'roq shakli esa o'sha do oldinga chiqadi yoki does oldinga chiqadi. Does he have to go? U borishi kerakmi bo'lib qoldi. Zarurmi degan ma'noda keldi. Kerakli nuqtasi shuki, have to'ni biz nimani o'tgandik? O'tgan mavzularimizda o'tdikki, can ga qaysidir holatda farq qiladi, spesifik holatda. Lekin mana modallar bilan can bilan qilmoq va mustni birgalikda olib kela olmaymiz-da, bu mumkin emas. Shuning uchun bularni alternativ holat yaratilganki, canniki able to, mustniki have to deb alternativi yaratilgan. Shuning uchun mana shu ishlatiladi. Mana ko'ramizki, mana bu yerda they can't fix my computerni tuzata olishmayapti. So I will have to buy a new one. Yangisini sotib olaman deyapti. I will have to buy. I will must deb aytolmaymiz. I will must. Shuning uchun have to bu mana shu alternativ shaklda hamma narsa bilan moslashib ketishi mumkin bo'lganda I may have to, I may must deb aytolmaymiz-da. Mumkin emas. Shuning uchun I may have to bo'lyapti. Mana qarang, gapimiz qanday chiroyli gaplar tuziladi agar have to'ni juda chiroyli foydalansak. Tom might have to work late tomorrow. Tom ertaga kechgacha ishlashiga to'g'ri kelishi mumkin degan gap. Qarang. To'g'ri keladi, mumkin. Mumkin bilan agar mustni qo'ysak bo'lmaydi. Shuning uchun might have to work late tomorrow bo'lyapti. Kelasi zamon holatda ham, future shaklida ham will have to ishlatilyapti. I'm going to have to ishlatilyapti. I'm going to have to holati ishlatilyapti.
I may have to ishlatilyapti. Mana bu hamma narsaga moslashib ketadi degani. Shuning uchun bu yaratilgan sani vazifang mana shu degan holatda kelyapti. Ko'rdiga? Endi mas bilan have to mana bu yerda aytyaptiki, bir xil similar deyapti, haqiqatan bir xil. Shunaqa holatlar borki, bir xil holatda ishlatiladi. Qachon nimadir zaruriyat va tavsiya an opinion berganda, fikringizni berganda. Mana bu holatda birinchi holatimiz ishlatilish qoidamiz must bilan have to'ni opinion bersangiz bo'lar ekan. Reytinglarda juda ham ko'p ishlatiladi. Fikr bildirganda, rekomendatsiya berganda, rekomendatsiya berganda va yana nima ekan? Fikr berildi, rekomendatsiya va o'sha zaruriyat holatda, necessary holatda ishlatiladi. Ya'ni must bilan have to. Must bilan have to. Mana misol ko'ramiz. I haven't spoken to Sue for ages. Qachondan beri Sue bilan gaplashganim yo'q. I must phone her. Unga telefon qilishim kerak. Nima bo'lyapti hozir o'tgan necessary holat bo'lyapti. Nima holat? Necessary holati. Va I have to phone her. Unga telefon qilishim kerak. Ikkalasi ham aytdim, must bilan have to ham zaruriyat holatda ishlatiladi dedim. To'g'ri. Mark is a really nice person. Mark haqiqatda ajoyib inson. You must meet him. U bilan uchrashishing kerak. Nima beryapti bu yerda? Rekomendatsiya beryapti. Recommendation. You must meet him. U bilan uchrashishing kerak. You have to meet him. U bilan uchrashishing kerak. Uchrashib ko'r, to'g'ri. Rekomendatsiya berish holatlar. Birinchisi zaruriyat holati, unga telefon qilishim kerak. Va rekomendatsiya holati, Samton bilan uchrashib ko'r, zo'r inson. Rekomendatsiya beryapti. Endi have to, faqatgina have to ishlatiladi. Siz nimagadir majbur bo'lganingizda. Must emas. Must ishlatmaysiz. Must ishlatmaysiz ekan. Have to, ya'ni majbur bo'lganingizda ishlatasiz. Faqatgina nimani dedim? Faqatgina have to'ni majbur bo'lganingizda ishlatasiz. Not must. Mustni emas. Tushunarli? Masalan, majbur bo'lgan holati mana. I have to work 8:30 to 5:30 every day. Har kuni 8:30 dan 5:30 gacha ishlashim kerak. Ya'ni majbur shunga. Fakt bilan fakt berildimi? Fikr emas. Fakt berildimi? Mana shu holatda have to ishlatasiz. Jane has to travel a lot for her work. Jane ishi uchun juda ham ko'p sayohat qilish kerak. Ishi uchun juda ham ko'p sayohat qilish kerak. Masalan, Jane must deb ayta olmayman. Chunki bu fakt bo'lib qolyapti. Mana Jane'ni fakti, bu ishidagi fakti. Mustni ishlatmang. Yana aytaman, mustni ishlatmang bu holatda. Faktga faqat have to ishlatiladi. Agar mana necessary holatida va rekomendatsiya berganingizda esa ikkalasini ham ishlatsangiz bo'ladi. Fakt berganingizda esa have to'ni ishlatasiz. Tushunarli bo'ldi? Must unda qachon ishlatiladi? Must ayniqsa yozma uslubda ishlatasiz. Mana instruksiya berganingizda, yo'l-yo'riq qanaqa bo'ladi? Masalan, ishimizning hujjatlari 18-maygacha qabul qilinishi kerak deb chiqarib qo'ydi. Qayerga yopishtirib qo'ydi instruksiya berib. Holati must instruction berganda ishlatiladi. Ya'ni written yozma qoidalarda. Written rules holatda ishlatiladi.
qaysi ishlatilar ekan? Must. Agar ikkalasini ham opinion ham rekomendatsiya berganda qaysi ishlatdik? Must bilan have to'ni ikkalasini ham ishlatdik. Have to majbur bo'lganimizda, must esa instruksiya berganimizda ishlatildi. Must umuman ishlatib bo'lmaydi. Didn't must bo'lmaydi. Shuning uchun uni alternativa shaklida nima ishlatiladi? Have to ishlatiladi. We didn't have much time. Bizni ko'p vaqtimiz yo'q edi. We had to hurry. Shoshilishimiz kerak. We must hurry. Shoshilishimiz kerak hozirgi zamonda. O'tgan zamonda we had to hurry. Shoshilishimiz kerak edi bo'lib keladi. Endi bularni inkor shakli qanaqa bo'ladi? Negativ shakli umuman bir-biridan farq qiladi. Must not bilan have don't have to ikkalasi umuman farq qiladi. Birinchisi must not bu umuman qilmaslik kerak. Koreys tilida jimasiyaga to'g'ri keladi. Qilma, bo'ldi. Qilma deyildimi, qilma. O'sha ish yomon. Qilma. Taqiqlovni bildiradi. Mana masalan, you must keep this as secret. Sen buni saqlashing kerak. Aytib qo'ysang, do'stingni oldida ham xijolatsan. Umuman yomon oqibatga sabab ketadi-da, aytib qo'ysang. Shuning uchun aytmasliging kerak deyiladi. You mustn't tell anyone. Hech kimga aytma. Have to esa nimaga ishlatiladi? Have to agar xohlasang qilib degan. Ikkinchisi don't have to shart emas degan. Ayniqsa juda ishlatiladi unaqa. Men o'rningizdan to'lab olaman desa, yo'q shart emas deb o'ltiramiz. Mana shu holatda don't have to ishlatiladi. Lekin masin to'lamadi demi? Bo'ldi, to'lamadi. Oqibati yomon bo'ladi. To'lamadi. Yoki urushgan boshqa inson bilan qama bo'lishadi, Mana shu shart emas, lekin xohlasang mayli. Xohlasangiz to'lavering. Xohlasa mayli. Xohlasa qilishi mumkin. Lekin masin bilan bersa, umuman qilmaslik kerak. You don't have to tell Tom what happened. I can tell him myself. Sen Tomga buni aytishing shart emas. Men o'zim aytib qo'yaman. Xohlasang ayt. Bo'lmasa o'zim aytaman deydi. Yana bitta qoidasi bor. Juda zo'r qoida. Ba'zida kelganda juda ham ko'p kishi adashadi. Qanaqa qoida? Got to qoidasini deb, mana shu have got to qilib ishlatsak ham bo'ladi. Have got to go. Men borishim kerak bo'ladi. Yogida I have to go desangiz ham bo'ladi. Mana bu yerdagi gotga adashmang. Bu ham bir xil, teng. Ikkalasi ham bir xil. Bir xil qo'llaniladi. Qayerdadir ko'rib qolsangiz, bu advanced grammar hisoblanadi. Advanced grammar. Yana bitta takrorlaymiz. Have to and must bu birgalikda alternativ bir-biriga teng holat hisoblanadi. Ya'ni nima degan ma'noni bildiradi? Zarur, majburiyat holatlarda have to'ni ishlatamiz. Ularni bir-birini tushlanish holatini ko'rib chiqdik. Keyshiyatga have to, birinchi qismga esa birinchi shaxslarga have to bo'ladi ko'plikda va birinchi shaxslar ikkinchi shaxslarga. Uchinchi shaxsda esa have to ishlatiladi. Va ularning negativ shakllarini ko'rib chiqsak, lekin negativ shakli umuman boshqacha ma'no berib ketadi. Adashtirib olmasligimiz kerak va have to bilan mustni juda ham bir spesifik holati bor ekanki, bu have to'ni biz
majbur bo'lgan holatimizda ishlatamiz. Mastni esa instruksiya, ayniqsa yozma qoidalarda ishlatamiz. Umumiy holatda esa opinion, rekomendatsiya va necessary holatlarda ikkalasini ham foydalansak bo'lar ekan. Endi misollarga qarasak bo'ladi. Misolga qaraymiz. Mana Bill starts work at 5 a.m. Bill 5 ta ishini boshlaydi. Has to get up at 4. Bu nimaga kelyapti? Bu fakt. Bu fakt holat. U 5 ta turishi kerak. Bu asol bermaydi. There was a lot of noise from the street. Ko'chadan juda ham shovqin kelayotgan edi. Nima qilishimiz kerak? We had to close the window. Yopishimiz kerak edi deyapti o'tgan zamonda. Yana shu qoidaga nima aytdik? Must ishlatilmaydi o'tgan zamonda dedik. Karen can't stay for the whole meeting. Karen butun majlis davomida o'tira olmadi, sababi u uyga ertachi ketishi kerak edi. To leave early. How old do you have to drive in your country? Mamlakatingizda necha yoshdan boshlab siz mashina haydashingiz kerak deyapti.